Stanislavskiy aytgan, qarash bilan ko'rishni farqi boshqa. Va yana donishmandlardan biri aytganki, dunyoni o'zgartira olmasang, dunyo qarashingni o'zgartir degan. Bitta savolga javob topish kerak bo'ladi avvalo. Biz O'zbekistonda suvga ehtiyoj deb qaraymizmi? Qulaylik deb qaraymizmi? Salomatlik masalasi deb qaraymizmi? Baxtmi, orzumi? Qaysi biri? Salomatlik birinchi o'rinda men uchun. Albatta biz ehtiyoj deb qaraymiz. Chunki suvsiz hayotimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ertalab turishimiz ham suv bilan. Kechqurun yotishimiz ham suv ehtiyoj. Ehtiyoj, eng katta ehtiyojlarimizdan biri suv va inson salomatlik degan gaplar ham hammasi suv bilan tiriydi. hammasi to'g'ri, xo'p. Salomatlik degan gaplar ham bir ma'noda to'g'ri, chunki hurmatli prezidentimiz ichimlik suvi insonlarning salomatlik masalasi deb. Orzuligi ham to'g'ri. Bizda juda chekka qishloqlarimizda mana boya ustozlar aytib o'tishdi, 30 kilometrdan suv toshib, eshak aravalarida suv toshib keladigan hududlar bor. Yoki men sizga bitta sodda misol keltiraman. Toshkent shahrini shundoqqina biqinida Toshkent tumani bor. Mana domlamiz Toshkent tumanidan ekanlar. Chegara oldi hududlarda xonadonlarga kirsangiz 5 tonna, 4 tonnalik yomkislar bor. Ya'ni o'sha suv olib qo'yadigan o'sha bir idishlar deymizmi? Ular uchun bu suv masalasi orzu masalasi edi. Va lekin biz ommaviy axborot vositalari sifatida men jumladan o'zim Toshkent viloyati suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatiga mas'ulman. Lekin mediada ko'rib qolyapmiz, ayrim joylarda biz suvni qulaylik deb ko'rsatamiz. Hech e'tibor berganmisiz? Instagramga kiring, Telegramga kiring, YouTube'ga kiring. Bunaqa dachamiz bor, bunaqa villamiz bor, ichki basseyn, tashqi basseyn, yozgi, qishki yoki suvni ichida. Uni ko'rgan odam, ha O'zbekistonda umuman suvdan muammo yo'q ekan. Mana boshida aytdingiz, suv tekin emas dedingiz. Masalan, Toshkent viloyati misolida oladigan bo'lsak, 1 kuba suv 2912 so'm. Ma'lumotni aytaman, 1 kuba suv deganingiz 1 tonna ichimlik suvni anglatadi. Oho. Shunda 1 litr nech pulga tushyapti bizga? 2912 so'mga tushyapti. 1 litr. 1 litr 1000 litr suvingiz. 1 litr 2.9 so'mga tushadi. Iste'molda muomalada yo'q aslida. Toshkent shahrida 1 so'm 40 tiyin. Masalan, biz do'kondan 1 litr suvni nech pulga? 3000, 4000 ga xarid qilamiz. 5000, 6000 yana o'sha, lekin o'sha suvdan deyarli farq qilmaydigan suvni u suv ta'minot sizni uyingizga 2900. Toshkent shahrida bundan ham arzon, to'g'rimi? Eng arzon hudud Toshkent shahri. Toshkent viloyatida 260 ga yaqin elektr energiya tejamkor nasoslar o'rnatildi. Birgina 2025-yilning o'zida 74 ta chastota rostlovchi qurilmalar o'rnatildi va 2.9 deyarli 3 megavat quyosh panellari o'rnatildi. Bu bilan yil davomida 3 million kilovat elektr energiyani tejashga erishyapmiz. Ya'ni mayli suv hamma narsa, lekin boshqa tomonlarda ham, boshqa sohalarga ham zarar yetkazmagan holda bu siyosatni markazlashgan holda amalga oshirish kerak. Fikrimni yakunlar ekanman, so'ngida bitta xulosa qilmoqchimanki, butun dunyoda suv sathi kamayib ketayotgan bir paytda, butun dunyoda suv muammosi yuzaga kelayotgan bir paytda, yer osti, yer usti suvlarning sifati qochayotgan bir paytda, global isish kuzatilayotgan, aholi tinmay ortib borayotgan bir paytda O'zbekistonda suv bilan ta'minlanganlik darajasini ortib borayotgani bu albatta faqat prezidentimizning irodasi va g'amxo'rligi. Bu meni fikrim albatta. To'g'ri va albatta sohada olib borilayotgan islohotlar